O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, bavul qilganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik bu oddiy shamollash emas, bu prostata muammosi. Agar e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vitronik 100% tabiiy mahsulot, prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi, siydik yo'lini tiklaydi, erkaklik quvvatini oshiradi. Vitronik ham sinalgan, ham kutilgan mahsulot. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beriladi. Assalomu alaykum, Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Isroil ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Arad shahrida kamida 20 nafar ko'chmanchi yahudiy halok bo'lgan, 200 dan ortiq kishi jarohatlangan. Shuningdek, shaharning eski mahallalaridan biri to'liq vayron bo'lgan. Qonxo'r Netanyahu aytadi, bu juda og'ir kecha. Jarohatlanganlar shifo topishi uchun duolar qilamiz. Biz barcha frontlarda dushmanlarga zarba berishni davom ettirishga qat'iy qaror qilganmiz. Duo qilarmish. Duoying ijobat bo'lmaydi baribir. Eron janubiy sohillar yaqinida AQShning F-15 samolyotini nishonga oldi. Samolyot taqdiri aniqlanmoqda, tekshiruv ishlari davom etmoqda. Eron Xatamal Anbiyo markaziy shtab vakili aytadi, yangi zarba operatsiyalarining navbatdagi bosqichi uchun yanada zamonaviy qurol tizimlari jang maydoniga kiritildi. Yaqin kunlarda jang maydoni dushman uchun avvalgidan ham vayronkor va murakkab bo'ladi. Yeshavor. CNN xabar berishicha, oydan olingan tasvirlar va maxfiy vizual ma'lumotlar tahlili Eronning raketa shaharlari deb ataladigan yashirin infratuzilmasining haqiqiy ko'lamini ochib berdi. Ushbu obyektlar taxminan 500 metr chuqurlikda tog'li hududlar ostida joylashgan. Bu ulkan yerosti komplekslari minglab ballistik raketalarni saqlash uchun mo'ljallangan bo'lib, ular orasida uzoq masofali Xurramshahr va Haj Qosim kabi raketalar ham bor. Ular hatto eng ilg'or havo hujumlaridan ham himoyalangan. Xabarda ta'kidlanishicha, bu joylar faqat ombor emas, balki to'liq ishlaydigan harbiy operatsiya markazlari hisoblanadi. Ular aqlli temir yo'l tizimlari bilan jihozlangan bo'lib, raketalarni turli nuqtalarga ko'chirish va tezda ishga tushirish imkonini beradi. Harbiy ekspertlar fikricha, bunday yerosti strategiyasi Eronning ikkinchi zarba, ya'ni javob hujumi imkoniyatini saqlab qolishga qaratilgan. Bu esa yuqoridagi obyektlar kuchli bombardimon qilingan taqdirda ham javob qaytarish imkonini beradi. So'nggi paytlarda AQSh va Isroil bu obyektlarga qarshi yangi bosqichdagi operatsiyalarni boshlagan. Ular asosan kirish yo'llari va ventilyatsiya tizimlarini nishonga olmoqda. Buning uchun og'ir bunkerlarni yorib kiruvchi bombalardan foydalanmoqda. Bu strategiyaning maqsadi butun tog'ni vayron qilmasdan yer osti infratuzilmasini izdan chiqarish. Raketa urushi davom etayotgan bir paytda asosiy e'tibor endilikda aynan shu yashirin tarmoqlarni aniqlash va yo'q qilishga qaratilgan. Hozircha o'nlab yirik bazalar ma'lum bo'lsa-da, tahlilchilar Eron bo'ylab yuzlab kichik va yashirin obyektlar ham mavjudligini ta'kidlashmoqda. Ushbu yerosti raketa shaharlari mavjudligi mintaqada to'liq harbiy ustunlikka erishishni qiyinlashtirayotgan asosiy omillardan biri hisoblanadi. Eronning kuchli harbiy salohiyati va asosiy qurollari yer ostida joylashgani sababli vaziyat hali ham juda xavfli bo'lib qolmoqda va kutilmagan raketa hujumi xavfi saqlanib turibdi. Eron prezidenti aytadi, Eronni xaritadan yo'q qilish haqidagi gaplar umidsizlik belgisi. Tahdidlar va terrorizm bizni faqat yanada kuchli va birlashgan qiladi. Hormuz bo'g'ozi barcha uchun ochiq. Faqat bizning hududimizni buzadiganlar bundan mustasno. Har qanday tahdidlarga jang maydonida qat'iy javob beramiz. Eron poytaxti bombardimon qilindi. Bu Eron energetika sohasiga hujumlar boshlanishining belgisi. Portlashlardan keyin ko'k chaqnashlarga e'tibor bering. Videoda uylarda elektr o'chib qolgani ham ko'rinadi. Eron avval energetika inshootlariga zarba bermaslikka chaqirgan edi. Endi esa Eron ham energetika markazlarini nishonga olishini bildirmoqda. Financial Times ma'lumotiga ko'ra, o'tgan hafta Qatardagi Raslafan majmuasiga qilingan hujumda Eronning ilg'or va manyovr qobiliyatiga raketalari qo'llangan. Manbaga ko'ra, ushbu raketalar AQShning Patriot havo mudofaa tizimlarini chetlab o'tish va aldash qobiliyatiga ega bo'lgan. Natijada zarbalar aniq va samarali amalga oshirilgani aytilmoqda.
New York Times ma'lumotiga ko'ra, qonxo'r Benyamin Netanyahu yopiq eshiklar ortida Mossad operatsiyalari natijalaridan norozi ekanini bildirgan. Xabarlarga ko'ra, Mossad tomonidan Eronda qo'zg'olon chiqarish haqida berilgan va'dalar amalga oshmagan. Shuningdek, uchrashuvlardan birida Donald Tramp istalgan paytda urushni to'xtatishi mumkinligini aytgan. Nashr ta'kidlashicha, qonxo'r Netanyahu bahosiga ko'ra, Mossad operatsiyalari hozircha deyarli natija bermagan. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reforma o'z voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.